Ahvol. Yosh qizga uylab olgan ekan. Bilib qoldi. Haydadi ketdi-da. Sulaymon bitta. Aka, qo'ying. Xudoga shunaqangi arz qilamanki, ilohim singlingdan qaytsin. Chiqib qolsang-da. Ha, jonim? Kayfiyating yo'q. Qanaqa jonim? Menga nima va'dalar bergandingiz? Menga qarang, uylanmaganman. Shu yoshgacha yaxshi qiz topa olmadim degandingiz. Endi seni topdim, uylanaman deb va'da berib. Farzandingiz ham bor ekan-u. Qanaqa nomardsiz? Ha, bor. Nima deysan? Xotinim ham bor. Ha, nimadan kam bo'lding? Ham yo'g'ing yetarli bo'ldi. Soqqangacha berib yurdim. Nima deysan? Sendan ko'pi bilan gaplashganman. Nima demoqchisan? Sizga boshqa umuman gapim yo'q. Bor, yo'qmasa yo'qol. Katta ko'cha. Sen naqalar do'st. Ha? To'xta nomard. Qanaqa iflossan? Seni ham singling bor-u. O'ylamadingmi? Xudoga shunaqangi arz qilamanki, ilohim singlingdan qaytsin. Bor yo'qol, seniki o'tmaydi. Dash anaqa. Dash mashinadan. Xudo bor. Xudo seni ham jazoingni beradi. Tush deyapman men senga. Seniki qayga o'tardi? Xudo bor. Xudo seni ham jazoingni beradi. Xudo bor. Xudo bor. Aka. Aka turing. Aka. Seni ering urmagan. Seni ering meni qo'llarim bilan seni urgan. Nimaga? Unaqa deysiz? Ey Alloh, meni kechir.